qoni buzug'im bo'lganimda men u qoni buzuqlardan emas, o'sha qoni buzuqdan bu vaqti kelganda men boshini kesaman. Agar u 5 yil avvalgacha hammasi adres bermaydimi O'zbekiston, Turkmaniston deb sizlar. O'zbek esa O'zbekistonga deb. Bu kun o'sha afg'onga keladi aytadi, "Sen bir xonsan, men bir xonman." Ammo bu yerga to'proqni bunyodini qo'ygan Hojiboy menga Foryobi deydi, ama shu Abdulla bilan Yomiltoni bilan deydi. Sen ana uni avlodisan deydi. Senga adres O'zbekistondan bera olmaydi. O'sha insonlar ki senga adres O'zbekistondan beradi, bu kun o'zlariga adres bir ming raqam laqab berildi. Landag'ar bo'ldi, zangi joma bo'ldi, bir ming raqam laqab unga berildi. Mobil o'g'ri bo'ldi, ammo sen yana ham o'sha o'g'irlikni to'xtatib o'sha afg'on dushmani deb bildik, sen to'proqda egasi sensan. Ammo sen o'zingni onizgacha tonigan yo'qsan, borib bardalaga g'ulomlaringga borib g'ulom bo'lmoqchisan. Onizgacha sen o'zingni tonigan yo'qsan, sen kimsan? Meni gapim achchiq tegmasin. Achchiq ham tegsa men o'lgunimcha bu aytdim. Meni bu sesim. Bu sesim u zamon o'chadiki, mana bu bosh tanimdan ayrilsa. Darg'ayron har zamon mana shu beadolatli poshizm, Eron sharizm, Pokistonizm bularda alayga mejodim bor, mujodilam. Bular hech bir zamon meni turk avlodiga do'stlik qo'lini uzatmagan. Meni avlodlarimni boshini kesgan, meni alayimga jod e'lon qilgan. Har kuni Badaxshondan 3 qariyan o'qisini keltirib, mana shu boni keltirib Daryo Ko'kchaga o'zbek taskira bermay urgan. Qo'lini orqasiga bog'lab. Badaxshonga har kuni 15-15 meni yigitlarimni o'ldirib, osib qo'ygan qarqara qilib quritdi. Sonra shular bilan men borib binoga kiray, qo'l beray. Shular bilan men borib shu bardazodalar bilan shu qullar bilan borib to'xtab, ular bilan inoqadorlik qilay, birodarlikda gapiray, inoqalikda gapiray. Qaysi vijdon, qaysi iymon qabul qiladi buni? Qaysi kitobga kelgan shu narsalar? Minglarcha asnodlari bor. O'sha Morsholdiki 15 yil ilgari Shibirg'onga 25 yil ilgari gapirgan gapini men olayimga deydi, uyusi akkauntimni ichiga jod e'lon qildingizlar sizlar deydi. Olim men yolg'on aytaman, boringlar o'sha katakonlaringizni tildan eshiting. Bo'ldi qani o'sha nima degan o'sha yerga? Men alayimga sizlar jod e'lon qildingizlar deydi. Yana sizlar borasizlar o'shani ketdan chopasizlarki, valla o'sha inoqadorliklaringiz ayrilmasin. Agar bir pomadur uchun chopasizlar-ku, bilaylingan o'sha pomodurni bir olish bilan pomadur arzon bo'lgan 20-30 rupiya dunyo g'arbga, o'sha dunyo Osiyoga, har joyga borsa $100 bilan yaxshi ayshi mayl bo'ladi. Biroz o'zlaringizni toninglar. Biroz o'zlaringizni toninglar. Kelib yana meni 1000 raqam haqorat qilinglar, so'kinglar, dardi yo'q. Ammo borib qullarga qul bo'lmaylar. Lutfan. Sizlar bo'lmasangizlar yer nonlarini bilmaydilar. Bu ochiqcha bir narsadir. Sizlar bo'lmasangizlar ana shu lobyo bilan g'alladan boshqa narsani yeya olmaydi. Bir tas tarvuzi po'chog'iga Coca-Cola taylab sho'rva qilib yeydi, digasi ham lobyo bilan ko'rsatilishidan bir mashhur g'azosini qobiliday bo'lsa. Kim sizlar o'zingizga o'zlaringiz